endi hamma narsa muhayyo. Hech qanday menga bir narsani pul sarf qiladigan joy yo'q. Hojat yo'q. Har zamonda Hazrati Eshon so'rab turadilar. Eshonjon qarayaptimi? Yaxshi ahvolingizdan qarab turib. Hamma yo'q muhayyo. Shetda shu qarang, tahsilga borgan 6 oy shetda tahsilda tamom nima qildim? Uyga xat yozuvdim dadamizga-ki, men mana shunday joyga joylanib qoldim. Yaxshi istiqomat qilyapman. Dadamiz ne shu adresga bir mahal kirib keldilar sheyga. Kelib ko'rib, inne Hazrati Eshonni olib kirib ziyorat qildirdim. Keyin inne dadam turib, voy, jab joyga kelibsan-da, voy. Juda fayzolsor joyga kelibsan. Hargiz qimillama mana shunda. Mana shu o'quv mana shu. Dadamiz ketayotganimda shuncha javob olsam javob bermovdilar. Seni o'qitadigan domla qurib ketdimi jeyda? Shetdan endi Buxoroga borib o'qiyman deysanmi? Shu Qo'qonda domla yo'qmi seni o'qitadigan deb dadam urushib beruvdilar. Shu bo'pti bo'lmasa deb ruxsat bermaydilar deb beruxsat ketaverganman. Dadam endi aytadilarinki, zab qilgan ekansan. Voy, Xudo xo'p seni bu joyga olib ketdilar. Shunday zotni eshiklarida endi dadamizga juda ma'qul bo'lib qoldi. Mana shunaqa bo'lib qarang, endi bir mahal endi qizig'i she'rdaki bir jamoa bilan sharmulla o'qiymiz-u. Maftona degan gap bor. Maftona shuki, bir narsani boshlashda, bir kitobni boshlashda talabalar pul yig'adi. Pul yig'adda 3 so'mdan, ba'zilari 5 so'm beradi, ba'zilari 3 so'm beradi. Oxir bir shu yig'ib turib, shuni ne keyin haliga ne qand, non, choy qilib, ubu qilib domlaga bir dasturxon qilishib olib borib, domlani oldilariga qo'yishadi-yu, indan keyin nariyog'ini boshlaydi. Bir mahal haligi yerda pul olmagan odam nima qiladi? Pulim yo'q desa, bo'lmasa sen darsga ishtirok etishga haqqing yo'q. Sen kelma bu yerga. Rostki sen maftonani to'lamas ekansan, senga haqqing yo'q dars o'qishga. Biz mana bu har bir kitobda biz shunchadan to'lab turib o'qiymiz. Mani endi darsdan haydavordi bular. Xo'p, pulim yo'q deb. 3 so'm uchun meni darsga keltirgan qo'ymaydi. Ali sheriklar endi. Shunaqa ta'sirlandimki, shu madrasadan chiqib, shu yig'lab ketyapman yo'lda. Shu meni darsga qo'ymaydi, endi bular nima qilaman ekan desam, bir toshni orasida bir narsa yeltillab ko'rinadi. Qo'limni olsam bitta uzuk topib oldim. Toshni orasida. Bu uzukni nima ekanligiga tushunmayman. Men aytaman, endi shuni 3 so'mga olsa, shu maftonadan qutulardim-da. Endi uzuk furushlarga olib boray, shuni 3 so'mga olsa, shuni 3 so'm bersam men olib borib shu maftonaga to'lab yuborardim shuni. Endi labi havuzda qator uzuk furushlar, har xil uzuklar, tillosi ham topiladi, yoqutu, buyuk, brilliantu, hamma uzuk o'shalarni qo'lda. Tasavvur, mana uzukni oling. Sotasizmi? Ağzını bağını qarab turib, sotasizmi? Hech pul. Endi bir narsani beravering, o'zingiz bilib, qiymatini o'zingiz bilasiz. Bilmayman men. O'sha topda qo'limga agar 3 so'm berib yuborsam, men buni olib ketavermasa desa, berib ketaveraman. Turib aytadi, hay, 20 so'm beraman deydi. 20 so'mni daragini eshitganda yuragim xinidan chiqib rost aytyaptim ekan shu. Endi biroq ko'rinib kelib qoldi, bu yaxshiga o'xshaydi endi. Yo'q dedim, yo'q desam, ha bu bo'lmasa 25 beraman, ha shu yerda 30 so'm beraman, 35 ga ham chiqardi, oshib boryapti, bering endi buni shu narxi endi mana shu deyapti. Yo'q dedim, endi o'zingiz bering qo'limga. Endi men dedim, endi
O nariyadagisi imo tuttu. Bu ko'rib qoldi. Meni qo'ldan olib, "Yo, sotmayman" dedim da, undan olib meni u chaqirib keldi. Nechi pul qildimmi? 35 so'm qildi. Sotmadim. Ha, men 40 so'm beraman. 45 so'm beraman. Yo, endi sizga ham sotmayman dedim endi. 50 so'mga chiqdi. Shunaqa qilib shu shetni o'zida bir qarang 100 so'mga bordi-da, uzumda. Oxir turali bittasi turib aytadi. Oxir bu uzumingizni endi bilasiz, bu o'zi 100 so'm endi juda oxirgi narxi bu. Buni sotavering endi. Va o'zi oxir men aytaman unga, buni o'zlaring bilasizlar-ku, bu uzumni nima ekanligini. Ben o'zidan so'rayman. Bu nima bu o'zi? Desam aytadi, ko'zi brilliant ekan, endi o'zi tilla uzuk ekan, brilliant ekan. Endi kattaroq bo'lganda ko'p narxga olgan bo'lardi-ku, kichikroq ekan ko'zi deyapti. Shuni bilan xullas shuki aqa aylantirdim. Maftoni ham esimdan chiqib ketdi buni pulini nimasiga. Bundan keyin 120 so'mga sotdim. Sotdim. Loyi sopagana birinchisi. Endi bundan oshmay qoldi hech qaysi endi. Savdogarlar ham oshmay qoldi. Axir o'zim ham, mana shuni soting, bundan boshqa sizga ortiq berilmaydi deydi. Oxir mehnatga savdogarlar. Shunaqa qilib undan keyin sotib men ketdim, men darrov maqtonani ham to'ladik. Hali sheriklarni o'tkazib bir ziyofat ham qilib berdim mendan keyin sheriklarga. Shunaqa qilib endi Parvardigorni qarang. Shu ma'yuslik bilan ketiya turganimda Parvardigor, sen shunga g'amgin bo'lib o'tiribsan. Mana ol mana uni olib borib sotganda. Mana shunaqa kunlarni ko'rdik-da. Xudoy taolo shunday shevalar qilib